Nimaga non apparatda 3 silindrlilar bor chiqqan. O'shuni olmagansiz. Masalan, obyemingiz ko'p bo'lsa, ikkitali olgansiz aka. Sabab bor. Chunki meni tushunishim bo'yicha, tajribam bo'yicha 3 ta apparat, 3 ta agar silindrli bo'lsa, ikkitasi birinchisi yay beradi, ikkinchisi formasini chiqarib beradi. O'sha mahalda nondan havo chiqib ketadi, kislorod chiqib ketadi, nonning ichida droja nima ko'pirtirganda, shu havo chiqib ketsa, bu degani biz ko'proq tindirishimiz kerak. Ko'proq tindirsak, vaqt yutqizib qo'yamiz. Shuning uchun nonlar tezda yopib olishadi. Novvoylar shuni hisobiga non podyon bermasdan yaxshi chiqmaydi non. Qancha bitta bosganda qattiqroq bosib, tezroq ko'tarilsa, qancha agar bizniki spesialniy bizga mana shu Homogenius non apparati chiqaradiganlar imенно biz uchun spesialniy programma qilib, eng kichkinasi 1 sekunddan boshlanadi. Bitta bosganda 1 sekund bosadi, ko'taradi. Sizlarga maslahatim, davleniyasini baland qilasizlar va tezda bosasizlar. Unda yay beradigan kerakli miqdorda yay berganda tushunib olasizlar. Yana bitta ko'pchilik bilmaydi, nonni podyomini yoki katta yay yuboryapti deb bilmaydi. Qolipni balandroq, pastroq qilsa bo'ladi. Chekishda ham xuddi shunaqa, agar chekish yaxshi chekmasdan nima qilsa, rezbasida tevaroqqa qarasizlar yoki pastroqqa tushirasizlar, non podyom berib yuborsa, o'shunisiga qarab nastroyka qilib olasizlar. Shu ham esdan chiqmasin. Baland pastligi nimani turishini silindrga nisbatan qolipni baland pastligi, chekishda baland pastligi ahamiyat beradi. Ko'p buzilishi nimadan bo'ladi asosan? Ko'p buzilishi bu yonida, non apparatimizning yonida magnitli klapani bor, mana magnitli klapan deydi. Mana shu yerda issiq sovuq bo'lgani hisobiga havoning ichida kondensat paydo bo'lib, suv to'planib, ochib yopmasligini hisobida eng ko'p buziladigan joyi shu.